Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa mana yana bitta obyektimizni o'z xonadon egalariga topshiryapmiz. Bitta, xudo xolasa chiroyli tarzda. Bu safar akril emas, endi krashinni qilib berdik. Xudo xolasa juda katta joyga ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tarzda, high-tech osonda qilib. Do'stlar, ekrandan uzoqlashmaymiz. Jicha bu videomiz jicha uzunroq bo'ladi. Xudo xolasa ko'rganingizlarga yarasha inshaalloh samarali Patashka qilib, like bosadigan video qildik, xudo xolasa ko'rasizlar oxiriga davr. Xo'p, bunimizni to'liq razmeriga keladigan bo'lsak, mana shu holatda bu tarafdan mana mikrofonovkadan tortib, toki mana shu xolodilnikka davr, mana shu turishi 810 joyga tushgan ishimiz, balandligi 3 metr joyga tushgan ishimiz, xudo xolasa juda go'zal tarzda. Uyda egalari oppoq rasvetkani yaxshi ko'rar ekan, bir xilda anatonni oppoq qilib bering deganiga ozgina jemchug aralashtirib, chiroyli tarzda qilib berdik, xudo xolasa. Xo'p, bularning har bitta elementlari, detallariga keladigan bo'lsak, bir chekkadan tanishtirib o'tib ketamiz, xudo xolasa do'stlar. Bir chekkadan mana xudo xolasa shkafga mikrofonovkalarni, tagiga duxovkalarni joyladik. Xo'p, bundan keyin esa mo'ykasini joylab berdik, chiroyli tarzda ko'rishingiz mumkin. Tagida musor cheliklari, yuqorida sushilkalari bor. Semestitlari ham o'zini yaxshisidan chiroyligidan qo'yib. Xo'p, undan keyin rabochiy zonamiz ozgina bu orada pastda mo'yka ishiga ham qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tarzda endi ayollarimizga udobstvo yana ham kuchayyapti. Idishda o't soladi, o'zi yuvib chiroyli chiqarib beradi. Undan keyin esa kichkinagina bitta tortma chiroyli tarzda buni ham joylab ketdik. Gaz plitasi, vitichkasi ko'rishingiz mumkin. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, vitichkasi kattaroq. 80 sm vitichkadan olgan ekan, shunga moslab chiroyli tarzda qilib berdik. Undan keyin dalshi bo'lsa, bu burchak holatlari ko'rishingiz mumkin, ancha chuqur holatda. Juda go'zal holatda chiqqan. Mana joylari xudo xolasa ichlari ham ikki polkadan. Tagini chuqurligiga keladigan bo'lsak ham, do'stlar 50 sm lik ancha chuqur. Kastrulka bu narsalar xudo xolasa sig'may qoldi. Unaqa gap bo'lmaydi. O'ta chuqur holatda bo'ldi. Yuqori qismiga keladigan bo'lsa, yuqorilari ham 35 sm dan juda chiroyli holatda. Keng bemalol narsalar qo'yish mumkin. Xo'p, bundan keyin mana xolodilnik ham juda katta tarzda joylashgan. 80 lik xolodilnik olgan ekan akamiz, chiroyli tarzda buni ham qo'yib joylab, shkafni ichiga tiqib, xudo xolasa. Yuqoriga keladigan bo'lsa, polni tepasi ochiladi, yuqori qismiga antresol variantda. Xo'p, asушениyalarni ham ko'rasizlar, bir qator xudo xolasa yoqib ko'rsatib beramiz. Juda go'zal holatda chiqqan. Punktga ishlaydi. Uyda egalari ham qiylanmaydi. Razvetkaga suqib boshqa qilib ko'rishingiz mumkin. Juda tarzda bu ham. Xo'p, bularimizni eng qiziq varianti, eng zo'r kulminatsiyaga joyga keladigan bo'lsak, do'stlar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiy ichi xuddi shu turishi bitovoylardan tashqari 1 metr tepa past hisoblanadi, 5 million so'mdan do'stlar. 1 metr tepa pasti 5 milliondan 3 metrga davr. Hop, enini qizig'i yo'q, xolasiz 5 metr, xolasiz 10 metr. Chiroyli tarzda joylab ketamiz. Qolgan viloyatlarga bo'lsa dastavkasi kelishilgan holatda qilib beramiz. Toshkent deysizmi, Samarqand deysizmi, boshqa viloyatlarga dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Lekin metriga hisoblaymiz agar deydigan bo'lsa, 5 million so'mdan qila olamiz. Dastavkangiz pulni men sizga beraman deydigan bo'lsa, bu qolgan viloyatlarda ham qizig'i yo'q. 5 milliondan ularga ham bera olamiz. Xo'p, buni zo'r tarafi do'stlar, rabochiy zonasini aytib o'tib ketay. Quyma tosh bo'lgan. Buni aytib o'tib ketibmiz doimgidek. Vannalari ham o'zida qo'yilgan bo'lgan, ko'ryapsizlar. 5 chak, 8 metr joyga tushgan bo'lsa, ishimiz bironta bir stigi, ulog'i yo'q. Butun holatda. Juda go'zal holatda tushgan. Xudo xolasa ishimiz yoqqan bo'lsa, inshaalloh kimgadir yoqqan bo'lsa, kimgadir bir samimiy tilaklari bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni bildiringlar.
Bayonnoma qoldiringlar, like bosinglar, mehnatimizga podдержка qilinglar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xudo xolasa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.